Hali bunaqa ahmoq o'g'rilarni ko'rmagandim. 1987-yil 13-sentyabrda Braziliya Gayanasida qo'rqinchli hodisa sodir bo'ladi. Voqeani boshida ikkita erkak tashlandiq hududda o'g'irlab keyin sotsa bo'ladigan narsalarni qidirib yurganida tashlandiq va yarmi buzilib ketgan radioterapiya institutiga duch kelishadi. U yerda onko kasallarga xizmat ko'rsatuvchi bo'linma bor bo'lib, ilgari ionlantiruvchi nurlanish orqali rak hujayralarini yo'q qilib, bemorlarni davolashgan. Eng qizig'i, institut ko'chganida nurlantiruvchi asbobni ba'zi bir yuridik sabablarga ko'ra hech kim olib ketmagan. Bundan tashqari bu uskuna juda ham qimmat bo'lsa-da, uni o'sha yerda qolganini hech kim sezmagan. Nima bo'lganda ham bu uskunani topgan ikkita erkak jekpot yutib oldi deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu jekpot butun shahar aholisiga juda ham qimmatga tushgan. Nima? Chunki voqea davomida ular asbobni uyiga olib borishib, buzishadi. Uni ichida esa g'alati konteynerni topishadi. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, bu konteynerning ichida seziy 137 moddasi, ya'ni yuqori radioaktiv seziyni xloridli moddasi bo'lgan ekan. Bu modda xuddi osh tuziga o'xshaydi va ular konteynerning teshiklaridan bu moddani yonayotganini ko'rishadi. Bu holat o'g'rilarni shunchalik maftun qiladiki, ular buni o'zlari bilan olib qolishib, qolgan temir tersaklarni metallolomga topshirishadi. Keyin ular bu moddani kimga ko'rsatishgan bo'lsa, deyarli barchasi bu konteynerni ushlab ko'rishgan va teginishgan. Eng qizig'i, oqibati nima bo'lishini bilmay turib, bu moddada oila uchun hattoki taqinchoq ham yasashmoqchi bo'lishgan. Keyinchalik bu modda bilan ozgina bo'lsa-da qiziqib ko'rganlarning hammasi o'zini yomon his qila boshlashgan. Moddaga teginib ko'rganlarning deyarli barchasida esa ko'ngil aynish, qusish va kuyish kabi alomatlar paydo bo'lgan va bu odamlarning holati borgan sari tezroq holatga oydinlik kiritish kerakligini talab qilgan. Omma vahima qilishni boshlagan. Uylar izolyatsiya qilinib, odamlar tinimsiz ravishda tekshiruvdan o'tkazilgan va bir necha hafta davomida taxminan 112 mingta odamni ko'rikdan o'tkazishdi. Ulardan 249 tasi esa zararlangan bo'lib chiqdi. Bu odamlardan taxminan 20 tasida nurlanish kasalligini topishgan. Bu moddani o'g'irlaganlardan birini hattoki qo'lini amputatsiya qilishga ham to'g'ri kelgan. 4 kishi halok bo'lganlarning orasida esa metallolom yig'uvchini o'sha yonuvchi moddani yuziga bezak sifatida surtgan 6 yoshli jiyani ham bo'ladi. Shaharni esa qo'rg'oshidan yasalgan tobutlar va vahima bosib ketadi. Seziy shunchalik devor va pollarni qoplab olgandiki, odamlar uylarni butunlay buzib tashlab, hattoki yerning ustki qismini ham ko'chirib olishgandi. Bu voqeadan keyin esa shunaqa xavfli uskunalarni nazoratga olish va tashlab ketilganlarini izlab topish chora-tadbirlari kuchaytirildi. Agar sizga tarixda bo'lib o'tgan shunaqa dahshatli voqealar qiziq bo'lsa, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha